Xullas qarindoshlar, Xitoydagi aynan mana shu ikkita qo'lni ustida turgan ko'prik va nefrit saroyiga bo'lgan sayohatimizni davom ettiramizmi? Oldinda meni nima kutayotganini bilganimda men bormagan bo'lardim. Qarindoshlar, o'sha mashhur qo'lga chiqish uchun ana endi bizani bitta turbani ustida yuradigan mashinacha emas, oyoqlarimiz shunaqa ko'prik ustidan olib chiqish kerak ekan. Hammasidan ham ko'prikdan keyin toshning ustiga dim osilib chiqish kerak ekan. Voy namuncha mazza umrimda qilib ko'rmagan ishim. Bu yosh katta amaq xolalar nimaga bu yerdan ketishyapti desam, meni Vising katta bu ko'prikga chiqmaysan deb chiqarishmadi. Bir kam 70 yoshli kampir ham chiqdi. Ana ishtoni yo'q qiz ham chiqdi. Dashi ishtoni yo'q qiz chiqdi. Nima kam joyim bor edi. Aybim normallik kiyinib kelganimmi? Men ham kalta shortda kesam chiqarmadim. Mash amaki deyman, taroziga chiqardi meni. Taroziga chiqarmaganda normallik ketyotdim. Attigi 120 kilogina bo'lsam qarindoshlar. Shunaqa ko'prik quribsan, birato'la 150 kilogacha ko'taradigan qilib qursang bo'lmaydimi? Qarindoshlar, yana bir narsa, matematikaga to'g'ri kelmayapti-da. Ko'prikda bir yurganda shuncha odam yuribdi, bularni hammasini qo'shsa 1,5 tonna bo'lib ketadi-yu. Mayli endi bu yog'iga nima qilaman? Chiqarishmadi. Bundan bu yog'iga manzarani tomosha qilib, xitoylik amaqlar bilan gaplashib, piyoda chiqdim. Voy, va nihoyat qarindoshlar, va nihoyat yetib keldim desam. Qarindoshlar, Xitoyga qilgan sayohatim birgina videoga sig'madi. Davomi chiqishini xohlasangiz kommentariyaga plus belgisini yozib qoldiring. Davomi siz o'ylagandan-da qiziqroq.